AQSh va Ukraina o'rtasidagi strategik hamkorlik yangi bosqichga chiqmoqda. Prezident Donald Trampning navbatdagi bayonoti xalqaro siyosatda katta qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. Trampning aytishicha, AQSh endi Ukraina hududlaridagi nodir metallar va boshqa foydali qazilmalardan foydalanish imkonini beruvchi kelishuvga erishdi. U bu haqda Real Americans Voice telekanaliga bergan intervyusida so'z ochdi. Ukraina nodir metallarga juda boy. Biz minerallar bo'yicha shartnoma imzoladik. Endi u yerga istalgan vaqtda borib, deyarli istalgan narsamizni olishimiz mumkin. AQSh prezidenti ushbu bitimni Washington uchun juda foydali kelishuv deb baholadi. Uning fikricha, bu kelishuv AQShning Ukrainaga urush davomida ko'rsatgan yirik moliyaviy va harbiy yordami evaziga tuzilgan. Gap qanday bitim haqida bormoqda. 2025-yil 1-may kuni Washingtonda AQSh moliya vaziri Scott Bessent va o'sha yildagi Ukraina iqtisodiy vaziri Yuliya Sviridenko Amerika Ukraina tiklanish investitsiya jamg'armasini tashkil etish bo'yicha hujjatni imzolagan edi. Kelishuvga ko'ra, Ukrainada qazib olinadigan ayrim foydali qazilmalardan tushadigan daromadlar ushbu jamg'arma orqali mamlakatni tiklash va investitsiya loyihalariga yo'naltirilishi ko'zda tutilgan. AQSh esa ushbu jarayonda investor hamda hamkor sifatida ishtirok etmoqda. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, Ukraina dunyodagi muhim strategik xomashyo zaxiralariga ega davlatlardan biri hisoblanadi. Mamlakat hududlaridagi litiy, titan, grafit, marganet va zamonaviy elektronika hamda mudofaa sanoatida qo'llaniladigan boshqa muhim minerallar mavjud. Aynan shu resurslar elektromobillar, yarim o'tkazgichlar, akkumulyatorlar, sun'iy intellekt infratuzilmasi va harbiy texnologiyalar ishlab chiqarishda tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu sababli Ukraina resurslari nafaqat iqtisodiy, balki geosiyosiy jihatdan ham katta ahamiyatga ega. Donald Tramp avval ham bu kelishuv AQSh uchun yuzlab milliard dollarlik foyda keltirishi mumkinligini aytgan edi. U Washington Ukrainaga ko'rsatgan yordam hajmini taxminan 350 milliard dollar deb baholab, AQSh bu mablag' evaziga iqtisodiy manfaat ham olishi kerakligini bir necha bor ta'kidlagan. Biroq bitim Ukrainaning o'zida turlicha baholanmoqda. Ayrim siyosatchilar va ekspertlar bu kelishuv xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va urushdan keyingi tiklanish uchun muhim qadam ekanligini aytmoqda. Boshqalar esa hujjatda kelishuv kutayotgan xavfsizlik kafolatlari yetarli darajada aks etmaganini tanqid qilmoqda. Shu bilan birga Rossiya prezidenti Vladimir Putin ham avvalroq AQSh kompaniyalarini Rossiyadagi ayrim nodir metallar loyihalarida hamkorlik qilishga chaqirgan va alyuminiy ishlab chiqarish bo'yicha qo'shma tashabbuslarni taklif qilgan edi. Demak, Ukrainadagi foydali qazilmalar endi faqat iqtisodiy resurs emas, balki dunyoning yirik davlatlari o'rtasidagi geosiyosiy raqobatning muhim omillariga aylanmoqda. Bu kelishuvning amaliy natijalari esa yaqin yillarda xalqaro siyosat va global iqtisodiyotga qanday ta'sir ko'rsatishi diqqat markazida bo'lib qoladi. Sizningcha AQSh va Ukraina o'rtasidagi ushbu kelishuv kelajakda qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing va Xolis 24 kanaliga obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.